Keling, men bitta narsa aytaman. Ostanovkani aholi bundan qabul qiladi deb o'ylamadim, to'g'risini aytaman. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov omma uchun yopiq. Mayda juda ko'p muammolarni tashlashyapti, lekin haqiqatan biz qilib qo'yishimiz kerak. Mumkin oddiy bundoq qilib qo'yadigan narsalarimiz, lekin osilayotgan kayfiyatni buzyapti. Har bitta Toshkent shahar fuqarosini yashash huquqi bor. U yashash huquqiga nima kiradi deydigan narsamizni birinchi tushunib olishimiz kerak. Bu tashabbusni aholi vakillari qanaqa qo'lladi? 80% qo'llab-quvvatlasa, 20% qo'llab-quvvatlamaydi. Har bir hayotimning etapi o'zini o'rni bor. Hammasi kerakli va qadrli deyman. Xudoga behisob shukr. Shu sinovlardan meni o'tkazgani. Eng katta menga motivatsiya kuch beradigan mana shu hozir chiqqanimizda onaxonlar chiqib duo qilishdi-ku. Bundan ortiq kuch beradigan motivatsiya yo'q. Men xodimlarga masalan shanba, yakshanba kuni ishga chiqmalarini. Keling, hamma narsani bugun ishga taqamaymiz. Assalomu alaykum Shavkat Bo'ronovich. Bugun ish tashrif aynan Toshkent shahrining Chilonzor tumani bo'yicha va oxirgi kunlarda qator muammolar bilan bir qatorda yaxshi xabarlar ham ommaviy axborot vositalari tomonidan e'lon qilingan. Keling, mana shu ishdan birozgina chekinamiz. Suhbatimizni boshqa nashrlar singari muammoli holatdan emas, aynan sizni shaxsiy hayotingiz, shaxsiy oilangiz haqida bo'lmaydi. Bu umuman bu ishga kelguningizga qadar qanday inson bo'lgansiz va Toshkent shahar hokimi lavozimi sizga qanday o'zgarishlarni hayotingizga taqdim qildi? Mana shundan boshlasak. Umuman yoshlikdan agar so'rayotgan bo'lsangiz, yoshlikda o'zim rahmatli otamlar, onamlar bular shifokor bo'lishgan. Shifokor bo'lib, oilada 5 tamiz, men eng kichkina farzandman. Va umuman qayerda o'qiganman desak, bu o'sha Olmazor tumani oldin Sobir Rahimov tumani 249-maktabda 8-sinfgacha o'qib, keyin Chilonzor tumanidagi 90-sonli o'sha iqtisodiyot litseyini bitkazganman. Endi yoshligimda men sport bilan shug'ullanganman. 1-sinf 6 yoshligimdan mukammal sambo va judo sporti bilan shug'ullanganman. Maktab davrlaridayoq men to'g'risini aytaman, umuman savdogarlikka qiziqqanman. Hammamizning esimizda bo'lsa kerak, bu Sobir Rahimovdagi savdo komplekslarida yarmarka bo'lardi. Hozir mana Toshkent City tushgan. Shu yerda maktabda o'qib, shu savdo bilan ham shug'ullanib, topgan pulimga repetitorga borardik, sportga ishlatardik. Harakat qilardim ota-onamga og'irligimni tushunmasligiga. Va umuman to'g'risini aytaman, boshida savdoga qiziqqanligim uchun iqtisodiyot universitetiga kiraman deb o'ylaganman, lekin bir hayotimda nohaqlik bo'lgan holat bo'lgan, juda ham qattiq. Bu meni umuman butkul hayotga bo'lgan rejalarimni o'zgartirib yuborgan. Shundan keyin men shu huquqshunoslik yuridik institutiga kirishni o'zim oldinga maqsad qilganman. Yuridik institutida o'qib, yurist bo'lganman. Endi yuristlik sohasida ham faoliyatimni Farg'ona avvalambor oddiy inspektor bo'lganman. Toshkent shahar Respublika prokuraturasida keyin Farg'ona viloyatiga ishga yo'naltirilganman. Ruxsat bersangiz, taqdimotdan keyin savol javobimizni davom ettiramiz. Albatta. Demak, navbatdagi manzilda biz shahar hokimiga hamroh bo'lamiz, jarayonlar bilan tanishamiz, undan keyin esa suhbatimizni davom ettiramiz. Mana navbatdagi manzilda ham siz bilan jarayonlarni birgalikda kuzatdik. Umuman Chilonzor tumani aholisi bugun Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan ishlardan juda ham mamnun. Ayniqsa bolalar ta'limi, yoshlar ta'limi uchun qilinayotgan imkoniyatlar haqiqatan ham bugun ommaviy axborot vositalari orqali ham maqtashga arziydigan darajada. Chunki o'tgan haftada Anxoruz ayni Toshkent shahrining qator hududlaridagi ishlar sifatini o'rganib, bular to'g'risida materiallarni bergan. Savollarga qaytadigan bo'lsak, siz mutlaq turli davlat tuzilmalarida ishlagansiz va aynan faoliyatingizni qaysi davri sizni qanday rahbar bo'lib shakllanishingizda eng muhim omillardan biri bo'lgan? Endi hali
suhbatimizdan boshida aytib o'tdim. Nega huquqshunos bo'lgan, nimaga prokuratura tizimida ishlashni o'zimni oldimga maqsad qo'yganim. Bu yerda o'ta menda prokuratura yoki milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar xodimi bo'lish degan niyat bo'lgan. U aynan prokuratura emas. Men sport bilan shug'ullangan bo'lsam-da, lekin ichki ishlarni ko'rigidan o'tolmaganman. Oyog'imdagi o'sha travma nuqson tufayli, shuning uchun prokuratura tizimiga ishga kirganman. U yerda ham sirtqi bo'limda yuridik institutning sirtqi bo'limida o'qib, shu bilan birga ishlaganman prokuraturada. Oddiy o'sha inspektor bo'lib, sekretar bo'lib 5 yil o'qiganimdan keyin institut oliygohi tamomlagandan keyin prokuratura idoralarida hududlarga yoki ish joylariga taqsimlanadi. 99-yil onam o'tdilar, otam pensiyadalar. Demak, 2002-yil taqsimot bilan men Farg'ona viloyatini Oxunboboyev tumaniga tushganman. Hozir Qo'shtepa bo'ladi. Siz tushunishingiz uchun Oxunboboyev tumani Farg'ona viloyatini shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha, yetkazish bo'yicha o'sha davrda, hozir ham o'zgarmay bo'lsa kerak deb o'ylayman, ikkinchi o'rinda turardi paxta bo'yicha, birinchi o'rinda boshqa tuman turardi. Endi tasavvur qiling, Toshkent shaharda o'sgan, Toshkent shaharda o'qigan, qilib shu ko'chalarda yurgan bola Oxunboboyevga qishloq xo'jalik hududiga tushib qolgan. Endi menga u juda ham men uchun hayotimdagi men tarbiyalagan vaqt deb hisoblayman. Chunki men shu 2002-yilda shu har xil oilalarni ko'rganman. O'sha qishloqda har kim qanaqa sharoitda yashayotganini ko'rganman. Ya'ni bugungi kunda Toshkent shahardagi imkoniyat bilan oddiy bir viloyat tumanidagi imkoniyat juda ham farq qilishini ko'rganman. Ya'ni shukronali yanada ham oshgan. Farg'onada ishlaganimda shu Oxunboboyev tumanida men qishloq xo'jaligi nima, qishloq xo'jaligi davlatga nima uchun kerakli degan tushunchalarni paydo bo'lganman. Men hali hech qachon unutmayman. Menga shu Oxunboboyev tumanida yordamchi lavozimiga tayinlanganman. Yordamchi lavozimi degani bu tumanda bitta yordamchi edi. Tushunishingiz uchun ham qishloq xo'jaligi, ham demak suddagi nazorat, ham ichki ishlar bilan bog'liq bo'lgan materiallarni nazorat qilish va hokazo yo'nalish juda ham keng qamrovli edi. Endi shu o'rinda aytmoqchimanki, qishloq xo'jaligi bo'yicha menga bir topshiriq olib kirishgan, javobini tanlash kerak bo'lgan. Bu boshoqli don terimi bo'yicha bog'liq topshiriq edi. Men o'zi to'g'risi shahardan kelgandan keyin o'zi birinchi boshoqli don nima ekan, nima haqda ekan bu topshiruv deb hali hech qachon unutmayman. Shu boshoqli don nimaligini o'shanda o'qib, o'rganib, keyin shu topshiruvga javob tayyorlaganmiz, o'rganganmiz o'tda. Va eng asosiysi o'tda Farg'onalik shu Oxunboboyev aholisini samimiyligi, insoniyligi meni juda ham bir nima deydi, ichki hissiyotlarimni to'lqinlatgan. Chunki haqiqatan o'zbek insoni, o'zbekistonliklar juda ham shukronali xalq. Ular bilan men hech qachon shu yerda men 2 yil ishlagan bo'lsam, meni butun umrimga bu narsa yozilgan. Shuning uchun farzandlarimni tarbiyalayotganda ham, hamma narsa nima qaror qabul qilayotganda, tarbiyada ham, boshqada ham men esimda turadi bu. Biza bugun ko'rayotgan sharoit hamma joyda bir xil emas, boshqa joyda bundan ham og'ir-ku degan narsa men hech qachon unutmayman. Albatta tarbiyalaganda ham, qaror qabul qilganda ham bu narsani eslayman. Demak, sizdagi mana shu bugungi poytaxtni boshqaruvidagi rahbarlikka bo'lgan bir o'zgarishlar, sizdagi qarashlar aynan Toshkentdan olisda bo'lgan Farg'onani Qo'shtepa tumanidan shakllana boshlagan. To'g'ri shakllanib keyin Farg'ona, keyin tergovchi bo'ldim. Tergov jarayonida tergovchilar ham qiziq. Bu soha, har bir sohani tergov qilishingiz kerak. Uni tergov qilayotganda huquqiy baho berish, huquqshunoslikda, yurisprudensiyada eng og'ir narsa bitta insonni taqdirini
xatolik bilan ayblab qo'yish yoki uni hayotini buzib qo'yish mumkin. U ertaga xudoni ham oldida javobi og'ir, o'zingizni vijdoningiz qiynaladi. Bu bir alohida mana shu adolatga yoki umuman haqiqatga bo'lgan nima deydi, hissiyotlarim deymizmi, tarbiyalagan. Ya'ni har bir o'sha tumandagi ishlaganim insoniylik, insonga bo'lgan qadr qimmat, umuman uni tushunish o'rgatgan bo'lsa, tergovchilik menga haqiqat, adolatli bo'lish kerak bo'lganini mani shunga tarbiyalagan demoqchiman. Har bir etap, hayotimning etapi o'zini o'rni bor. Hammasi kerakli va qadrli deyman. Xudoga behisob shukr. Shu sinovlardan mani o'tkazgan. Undan keyin Bosh prokuraturaga, Respublika prokuraturasi, Toshkent viloyat prokuraturalarida ishlab, bu yerda men shu yuqorida aytganimdek har bir holatga adolatli qaror qabul qilishga o'rgangan. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov omma uchun yopiq. Yo'q, bugun ular omma uchun ancha ochilgan va mana shu jarayonda Chilonzorda amalga oshirilayotgan ishchi tashrifda ham, amaliy tashrifda ham va suhbat jarayonida ham biz buni ko'rmoqdamiz. Ishdan tashqaridagi Shavkat Umurzoqov qanday inson? Bugun ishdagi ortiqcha yuklamalardan sizni chalg'itib va mana shunday energiya bilan yurishingizga asosiy sababchi nima? Endi men to'g'risi dedim, men soat 5 da sport zalda bo'laman. Tongi 5 da sport zalda bo'laman. Shu boshqa vaqti yo'q sport bilan shug'ullangan. Agar sport bilan shug'ullanmasam men kasal bo'lib qolaman. Hozirgi bu nagruskani ko'tarish qiyin. U bilan birgalikda mana eng katta menga motivatsiya kuch beradigan mana shu hozir chiqqanimizda onaxonlar chiqib duo qilishdi-ku. Bundan ortiq kuch beradigan motivatsiya yo'q. To'g'risini aytaman. Men agar bu ruhiy menga motivatsiya bo'lsa, jismoniy motivatsiya bu sport bilan shug'ullanishim. Albatta farzandlarim bilan vaqt o'tkazishni juda ham xohlayman. Shuning uchun harakat qilaman. Shu yakshanba kuni vaqt bo'lib qoladi, sal vaqtliroq uyga qaytish imkoniyati bo'ladi. Shu yakshanba kuni farzandlarim bilan birga uyda kino ko'ramanmi yoki betga kino ko'rgan chiqamizmi? Kuni kecha qizlarim bilan Pavk degan kino 4-qismini chiqibdi, birga ko'rdik. Birga juda yoqdi. Endi menga u kino qiziq emas, ular bilan o'tirib, ular bilan suhbatlashish, ular bilan ko'rishish katta. Bu energiya beradi sizga. Biz shahar hokimligi matbuot xizmati bilan juda ham faol ishlaymiz. Gulnoz opa har doim aytadi, umuman xodimlariga nisbatan muomalalari har doim ijobiy bo'ladi va Toshkent shahrida yaqinda uy hayvonlariga va ko'cha hayvonlariga bo'layotgan noqulay holatlar yoki vahshiylik holatlari haqida siz o'zingiz alohida bir yig'ilish qilib, jamoatchilik bilan uchrashdingiz va fikrlar bildirdingiz. Jonivorlarga Shavkat Umurzoqov munosabati qanaqa? Uyimda hayvonlar bor, qizlarim o'ynatishadi. Men o'zim ham yoshlikdan hayvon boqqanman. Juda yaxshi ko'raman hayvonlarni. Mana hozir Xudo xohlasa 4 gektar yer Toshkent viloyatidan Zoir Toyirish bilan gaplashib oldik. U yerda hozir mana shu ko'chada uysiz bo'lgan hayvonlarni katta pitovnikini hozir loyihasini tayyorlaymiz, qurilishni boshlaymiz. Albatta hayvonga inson mehribonligini oshirishimiz kerak. U insonni tarbiyalashda juda muhim o'ringa egallaydi. Rahmat, qarab turibman, biz navbatdagi manzilga keldik. Suhbatimizni esa birozdan so'ng jarayon yakunlanganda aynan Toshkentni qanday tasavvur qiladilar, mana shu mavzuda davom ettiramiz. Aynan bir necha yillardan buyon O'zbekistonni ma'muriy markazi bo'lgan poytaxtga hokimlik qilasiz. Bugun bu ishimizni muhim natijasi deb ayta oladigan Toshkentdagi asosiy siz rahbarligingizda qilingan 3 ta o'zgarishni ayta olasizmi? Endi albatta ayta olaman. Yuqorida siz bir narsani aytdingiz. Men haqiqatan adolat va haqiqat bor joyda baraka bor deyman. Bu Allohning bergan va'dasi. Men hech qachon buni unutmayman. Bu yaxshi nima deydi? Shu ikkita fazilat, shu ikkita fazilatga asoslangan joy hech qachon rivojdan orqada qolmaydi, rivojlanib boradi.
endi u prokuraturada menga bu nima deydi прививка qilingan narsa bo'lsa, boshqa bu avtosanoatda ishlaganimda menda iqtisodiy fazilatlar ya'ni shakllandi. Ya'ni bu katta kompaniyani boshqarishda umuman har bitta qilingan ishi manfaati, hisob kitobi, boshqa masalalarni albatta hisob kitob chiqarib keyin qadam bosish kerakligini o'rgandim. Chunki har bitta bugungi kunda yaxshi deb ko'rilgan narsa hisob kitobsiz qilinsa, ertaga u muammoga keltirib chiqaradi. Endi bu yerda siz 3 ta yaxshi qilingan o'zgarish nima deb ajratib bera olasan desangiz, bizada tuman hokimlari bugungi kunda hisob kitob bilan ishlashga o'rgandi. Biznes plan qilib ishlashni o'rgandi va bu yo'nalishda hammaligisi tizimni yaratib bo'ldi. Endi ikkinchi eng katta yaxshi fazilat bugun har bir tuman hokimi ijtimoiy sohadagi o'zini majburiyatini to'liq his qildi. Ya'ni meni vazifam dom qurish yoki bir targoviy sentr qurish emas, balki meni eng asosiy vazifam bugun davlatchilikda bog'cha, maktab, sog'liqni saqlash majmuasi, sport maktablarini barpo qilish yoki farzandlarimiz sog'lom, aqlli o'sishiga bo'lgan e'tibor. Uchinchi eng katta masala bugungi kunda har bitta hokimni so'rasangiz, men hududimni ekologik toza hudud qilishim kerak. Men maktab hamma joylarda yashil hudud barpo etishim kerak va bunda nima daraxt ekishim kerak, nima ko'chat ekishim kerak, nechta biza sun'iy ko'l barpo etishimiz kerak. Umuman ekologiyani yaxshilash bu har bitta tuman hokimini bugun eng manfaatli masalasi. Bu ikkita yo'nalish muayyan katta mablag' talab etardi. Uni yechimini hurmatli prezidentimiz yaratgan sharoitlari bugun biznes plan asosida ishlashga o'tganligimiz bu imkoniyat yaratdi. Endi bu pullarni biza asosiy qayerga yo'naltirasan desanglar, mana obodonlashtirish, bu ko'rayotgan turizm ko'chalari o'z yo'liga, lekin bizning asosiy maqsad, hokimlarimizning asosiy maqsadi bog'cha, maktab, sport shkola, tibbiyot muassasalari. Keyingisi ekologiya. Mana shu eng ustuvor vazifa. Rahmat fikrlar uchun. Navbatdagi manzilga keldik. Jarayon bilan Savdo akademiyasi faoliyati bilan tanishamiz. Hozir ko'rasizlar, haqiqiy dual ta'lim qanaqa bo'ladi. Muzaffar akam bilan birga amalga oshirgan loyihamiz juda ham qiziqarli, juda ham kerakli. Bugun qisqa muddatda kasbga o'rgatadigan joy. Suhbat jarayonida 3 ta muhim Toshkentdagi o'zgarishlarga to'xtalib o'tdik. Bu tizimli ishlar albatta sizdan oldingi amalda bo'lgan insonlarda qilgan xato kamchiliklari bo'lsa yoki ularning yutuqlari bo'lsa, bularni umumlashtirib o'ziga xulosa qilgansiz va mana shu xulosalar asosida amalga oshirilgan ishlarda eng muhimlari. Shu vaqt ichida hali nimalarni amalga oshirishga ulgurmadingiz? Mana bugungi kungacha hokim bo'lganingizdan boshlab. Hozirgi aytgan 3 ta ustuvor masalani aytdim. Ya'ni boshqaruv menejment tizimidagi umuman hokimlarni boshqaruv tizimini o'zgartirganligi, keyingisi ta'lim, ijtimoiy soha dedik, keyingisi ekologiya dedik. Endi bularni bu bo'yicha ishlar boshlaganmiz, hali qiladigan ishlarimiz ko'p, bularni ishga tushirib yuborishimiz kerak. Hali ta'lim sifatini yaxshilash borasida umuman hali biza oldimizga maqsad qilib qo'ygan o'sha o'rmon xo'jaliklarini hali barpo etish, o'sha 1000 gektardan 3000 gektargacha qilish niyatlarimiz bor. Bular hammasi bugungi kunda boshlangan loyihalar. Rosa juda ham yurakdan xohlayman shu loyihalarni oxiriga yetkazish. Bu tizimli amalga oshish. Endi qolaversa siz nima yana xohlardingiz deydigan bo'lsangiz, hozir yuqorida aytganimdek, shu tizimni mahallalarga kirib borish. Ya'ni shu mahalla yettilik institutida ham o'zini o'sha yerda hududini hisob kitob bilan, umuman reja bilan boshqaruv tizimini biz joriy qilishimiz kerak. Bu meni orzuyim, shunga harakat qilamiz. Balki bu savol sizni o'ylantirishi mumkindir yoki javobingiz tayyor bo'lishi mumkin. Toshkent bugun juda tez o'zgarmoqda. Kelgusida agar
sizni Toshkent shahar hokimligidan boshqa lavozimga olishsa yoki umuman davlat tuzilmasidan ketganingizda o'zingizdan qanday Toshkent qanday poytaxt qolishini xohlaysiz? Shu gap balki qaytarish bo'lar. Aytaman, men maksimal darajada adolatli va shaffof, adolatli va umuman qonun ustuvorligi ishlaydigan shahar bo'lib qolishini juda ham xohlardim. Chunki bu ikkita narsa bo'lsa baraka bo'ladi. Yana bir marta aytaman. Mendan keyin qolgan narsa aytganimdek shu yashil shahar qolishini xohlayman. Umid qilamiz kelgusi intervyumizda albatta mana shunaqa siz o'zingiz orzu qilgan va o'zingizdan keyin qoldirmoqchi bo'lgan poytaxt haqida ham alohida bir gaplashamiz. Navbat biz siz bilan intervyu qilish avvalida poytaxt aholisi bilan ham muloqot o'tkazdik, ularning siz haqingizdagi fikrlarini o'rgandik. Odamlar bugun renovatsiya degan so'zni eshitganda mani uyim buzilib ketadimi, mani uyim qanaqadir rekonstruksiyaga tushishi mumkinmi degan o'y xayol bilan yashaydi. Siz shaxsan Toshkent renovatsiya tushunchasiga qanday ma'no yuklaysiz va u shaharga nima uchun kerak? Renovatsiya loyihasi umuman shiddat bilan rivojlanayotgan har bir shaharni xohlasa xohlamasa bu etapdan o'tadi. Bu har bir davlat, Xitoy deymiz ham, Yaponiyami, Koreyami, har bir davlat bu etapdan o'tgan. Rivojlanmayotgan davlatda renovatsiya bo'lmaydi. Rivojlanayotgan davlatda обязательно albatta renovatsiya bo'ladi. Buni tagida mazmun mohiyati nimaki, ko'p odamlar boshqacha tushunchaga borishi mumkin. Bu uyimni buzib olib qo'yadi deymiz. Haqiqatan mana shunaqa noaniqliklar bo'lganligi uchun hurmatli prezidentimiz tomonidan o'zlari bosh bo'lib topshiriq berib renovatsiya qonunini qariyb 1 yildan oshiq muddatda ishlab mana yaqin kunlarda qabul qilindi. Bu nima imkoniyat beradi deydigan bo'lsangiz, birinchisi bugungi kunda renovatsiyani davlat amalga oshiradi va yashayotgan uyini umuman yaxshiroq sharoitga almashtirish. Ya'ni bizda bugun Toshkent shaharida muayyan kvadraturadagi uy agar renovatsiyaga tushgan bo'lsa, kvadraturasi shundan kam bo'lmagan va yangi uyda remont bo'lgan kvartira o'zi o'sha yashayotgan hududda tanlab olib ko'chish imkoniyatiga bo'ldi. Oldindagi renovatsiya hududiga tushgan hududda pul berib yoki arendaga chiqarib qo'yib, uni yashatib, keyin uy bitishini kutib yoki va hokazo unaqa muammolar yo'qoldi. Bugungi kunda mana men harakat qilaman, shu birinchi renovatsiya hududiga tushgan yashovchilarni yangi uyga balki sizlar bilan birgalikda xuddi mahallada duv gapda yangi uyga birgalikda ko'chiramiz. O'zingiz ulardan eshitasiz. Yaxshimi, yomonmi renovatsiya bugungi kunda Toshkent shahrida? Rahmat, navbatdagi manzilga yetib keldik. Undan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Hozir ko'rib turibmiz, umuman odamlarni bugun poytaxtdagi o'zgarishlarga bo'layotgan munosabatlari yakunlovchi uchrashuvingizda ham bilinib turdi. Sababi aynan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus joylar, o'yin maydonchalari yoki avtomobillar uchun parklar masalasi ko'tarildi va bunda qiziq bir hodisaga guvoh bo'ldik. Aynan birinchi navbatda bolalarga qulaylikni yaratish, undan keyin avtomobillar uchun imkoniyat masalasi. To'g'ri. Sizdagi bu tashabbusni aholi vakillari qanaqa qo'lladi? Qanaqa quvvatladi? Endi to'g'risini aytaman, haligi 80% qo'llab-quvvatlasa, 20% qo'llab-quvvatlamaydi. Mani mashinam tursin deydi. Bu endi bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Bu kim bu narsaga rozi yoki kim noroziligini emas, bu qanaqa bo'lishi kerak deydigan masalada biz shundan kelib turib qaror qabul qilishimiz kerak. Birinchi bu farzandlarimizning xavfsizligi va sog'lig'i. Undan keyingina mashinaning avtoturargohi yoki savdo do'koni bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan biza aholiga tushuntirishga harakat qilamiz. Aksariyat joylarda muammo bo'lmayapti, lekin ayrim joylarda norozichilik bo'lyapti. Lekin shu norozichilik bo'lgan mahallada ham hali yuqorida aytganimdek 90% yoki undan yuqorisi aytayaptiki, yo'q, to'g'ri bo'lyapti. Shu bolalar maydonchasi yoki
aholi dam oladigan, hordiq chiqaradigan hudud qilib beringlar, mashinasini chetga chiqaringlar deb aytishyapti. Lekin bitta talabi ularni ham mashinamizga qo'yadigan joy ko'rsatib beringlar bo'lmasa. Bu narsani joyida qilib beryapmiz. Rahmat fikrlar uchun. Yana renovatsiyaga qaytamiz. Toshkentda yer nihoyatda qimmatli resursga aylanib boryapti. Siz uchun yerdan foydalanishdagi iqtisodiy manfaat bilan shaharning faqat pul bilan o'lchab bo'lmaydigan manfaatlari o'rtasidagi chegara qayerdan o'tadi? Birinchi bo'lib mana har bitta Toshkent shahar fuqarosini yashash huquqi bor. U yashash huquqiga nima kiradi deydigan narsamizni birinchi tushunib olishimiz kerak. Ya'ni shu qaysidir kvadrat metr qaysidir uyni sotayotganda u shu bilan birga o'ziga bo'lgan o'zini nisbatan shu yashashga nisbatan huquqidan foydalana olishi kerak. U nima? Hozir yuqorida aytganimizdagi farzandlariga o'ziga hordiq chiqarishga infrastruktura. Agar infrastruktura gapiradigan bo'lsak, yonida maktabi bo'lishi kerak, bog'chasi bo'lishi kerak, yashil hududi yetarli darajada bo'lishi kerak, fan ta'limi yonida yana hordiq chiqaradigan boshqa imkoniyatlar bo'lishi kerak. Uyga o'ziga keladigan bo'lsak, uyni o'zi xavfsiz, qulay, energiya tejamkor uy bo'lishi kerak. Ya'ni bugungi kunda zamonaviy uy deylik. Zamonaviy uyga ega bo'lishi kerak va qolgan infrastruktura qulayliklarga u dostupi bo'lishi kerak. Shu huquqqa ega u. Endi bu narsani mana hozir bugungi kunda narxi davlat regulirovать qilishi yo narxi davlat boshqarishi bu sal to'g'ri narsa emas. Jilovlab turishi mumkin. Sal o'sha narx tushishiga sharoit, imkoniyat yaratish kerak. Renovatsiya shu mexanizmning bittasi hisoblanadi. Buni hozir biz to'liq renovatsiyani ishga solsak, tushunasiz. 12 mingtadan 15 mingtagacha eski noqulay sharoitda hozir aytgan huquqqa foydalana olmayotgan biz har yili aholimizning yangi uyga hamma o'sha imkoniyatlari bor joyga ko'chirishni boshlaganimizda ko'rasiz narx-navoga qanaqa ta'sir qiladi va ularning o'rnida barcha infrastruktura mavjud bo'lgan uy-joylar qurilib, ijtimoiy infrastruktura va yashil hudud paydo bo'lgandan keyin odam baholash imkoniyatini beradi. Ya'ni renovatsiya bizda bugun yashash sharoitini yaxshilaydigan va narxga ijobiy ta'sir qiladigan, o'sishga emas, aksincha pasaytirishga yoki o'sha narx saqlab qolgan bo'lsa ham, boshqa huquqdan foydalanmayotgan imkoniyatlarni qo'shib beradi. Shu imkoniyatni beradi. Umuman aniq shahar loyihalari haqida ham juda ham ko'plab muhokamalar ketadi. Bugun Jak zavodi qurilishi rejalashtirilgan va aynan zavod hududi kelajagi shahar aholisini qiziqtirayotgan yirik markazlardan, manzillardan biriga aylanyapti. Siz bu hududni kelajakda qanday tasavvur qilasiz va toshkentliklar u yerda real o'zgarishlarni qachondan ko'rishlari mumkin? Mana hozir ko'rdingiz, sanoat o'sishini. Vaholanki bizdan Toshkent shaharidan sanoat chiqib ketyapti. Shunday bo'lmasa-da biz sanoatda o'sish darajasini saqlab turibmiz. Imkoniyatimizni, men o'ylayman, sanoatdagi imkoniyatimizni bilmagan bir 20-30% bugun shahar imkoniyatidan foydalanyapti. Imkoniyat juda ham yuqori. Mana nazarimda sanoatchi sifatida shu hafta sanoatda ishlab bu narsaga baho bera oladigan mutaxassis sifatida gapiraman, hokim emas. Shu nuqtai nazardan bizda shu yangi hayot hududida 750 gektar hududda sanoat zonasi barpo etilyapti. Hozir deyarli o'ta joy qolmaganligi uchun hurmatli prezidentimizga iltimos qildik, yana 500 gektarga joylashtirdik. Sizga endi men bitta raqam haqida gapiraman. U yerda mana Jak zavodini haqida gapirdingiz. Bu zavod tanlashi, bu ishlab chiqarayotgan mahsulotni tanlab olishingda katta ilm yotibdi. Ya'ni bugun shaharda kichik va o'rta biznes ko'p rivojlanadi. Ularga qanaqa texnika kerak? Kichik o'rta biznes ko'rganimizda o'sha monotonaj yoki kichik tijorat mashinalari kerak. Bugun ishlab chiqarilmaydi, u import. Yoki turizm yoki umuman dostavka deymiz, boshqa hammasida u texnika mavjud emas. Yoki mana hozir jamoat transportida katta avtobuslarimiz bor. Lekin ahamiyat bering, qachon siz ko'rgansiz katta avtobuslar mahallalarning orasidan aholini olib chiqayotgan ko'ringiz.
Chunki ko'chasi ham to'g'ri kelmaydi, uni kirgizish ham noto'g'ri. Shu sababli odamda noqulaylik yaratilib, yo taksida chiqadi, yo umuman ishxonasiga taksida yetib oladi, yo mashinasini haydashni boshlaydi. Noqulaylik. Shu muammolarni yechish uchun birinchi bo'lib jakka shu mashinasi tanlangan, texnikasi nima jak deydigan bo'lsangiz, buni bozorda o'zini yaxshi ko'rsatgan bu jak mashinasini bu kattasi Volkswagen bazasi, kichkinasi bo'lsa Hyundai bazasi, ya'ni xalq tanigan, bilgan texnika bo'ladi. Shuning uchun shu texnika tanlanilgan va bu to'liq quvvatga ishga biz tushira olsak, ya'ni quvvatlarni kengaytirib, shu lokalizatsiya ikkinchi etapini amalga oshirib, bu zavod $1 milliard оборот qiladi degan kamida. Bizda bugun Toshkent shahrida $1 milliard оборот qiladigan sanoat korxonasi bormi desangiz, men yo'q deyman. Yoki yonidagi shu PepsiCo kompaniyasining o'sha tadbirkorlar bilan yo'lga qo'ygan shu alyumindan quyiladigan demak alyumin banka korxonasi, u yuqori texnologik korxona hisoblanadi. O'zbekistonda yo'q edi. Uni ham bir yilda 2 milliard quvvatga ega zavod. Endi oddiy hisob-kitobga qaraydigan bo'lsangiz, buni ham to'liq quvvatga ishga tushira olsa, buni обороти $1 milliard dan oshadi. Va kelgusida shahar uchun, shahar iqtisodiyoti uchun men o'sha yerda hozir 3 ta zavodda ayta olaman, 3 ta yirik zavodda ayta olaman. Ular yaqin men o'ylayman, xudo xolasa 3 yilda ishga tushsa $3 milliard bu оборотni beradi. Unaqa zavoddan o'tda bir nechta. Mani orzuyim niyatim kamida shu hudud $10 milliard sanoatni xudo xolasa shaharga taqdim etadi. 10 mingdan kam bo'lmagan yuqori texnologik muhandislarni yetishtirib beradigan, kadr yetishtirib beradigan joy bo'ladi. $10 milliard o'zingiz uchun tushuncha hosil bo'lishi uchun bu 30% bugungi kundagi Toshkent shahari VRPsiga shuncha imkoniyat beradi. Demak, yaqin kelajakda umid qilamiz, mana yuqorida sizni faoliyat jarayoningizda aynan Toshkent uchun qolishi kerak bo'lgan muhim loyihalardan, muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralishi mumkin. 100%. Bu sizga men monetizatsiyasini gapirdim. Mana o'zi sanoatni kerakligi tegi. Bu ishlab chiqarayotgan mahsulot yoki undan tushgan mablag' emas. Sanoat bor joyda, sanoat rivojlangan joyda ilm, ta'lim rivojlanadi. Albatta. O'sish bo'ladi. O'sish bo'ladi. Shuning uchun bizga shunaqa sanoat korxonalari kerakki, bizda yetishib yotgan yoshlar men qayerga borib ishlayman, men yuqori texnologik zavodda ishlayman deganda biz mana zavodda deyishimiz kerak, bo'lmasa ular xorijga yetishib ketadi. Sizni charchatib qo'ymaslik uchun marhamat. Bu yerda maxsus o'rinni qo'ysak, yuqorida mana shu jak zavodi haqida gaplashganimizda aynan Toshkentdagi va tirbandlik masalalarni oldini olishga qaratilgan muhim yechimlardan biri bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi fikrni aytib o'tdingiz. Bugun ko'plab tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalari tomonidan ham aynan tirband bo'lgan paytlar tasvirga olinyapti va ijtimoiy tarmoqlar orqali qachon Toshkent tirbandlikdan qutuladi degan savollar bilan goh hokimlikka, goh boshqa bir idoralarga murojaat qilishadi. Tirbandliklar Toshkentni eng og'riqli muammolaridan biriga aylandi deyishimiz bu qaysidir ma'noda balki to'g'ri ham bo'lishi mumkin, chunki rivojlanayotgan katta shaharlarda bu odatiy jarayonga aylanib ulgurgan, lekin to'g'ri yechimlarni berish kerak. Vaziyatni haqiqatdan ham o'zgartira oladigan qanday yechimlar ustida bugun ishlamoqda hokimiyat yoki siz qanday yechimlar haqida tizim xodimlariga topshiriqlar bergansiz? Mana hozir ostanovka bekat haqida savol bo'ldi. Hozir ommaviy axborot vositalarida bu pullik to'xtash joylari ko'p muhokama bo'lyapti. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Umuman tirbandlikni tirbandlikni kamaytirish bu bitta svetofor yoki znak qo'yish bilan chegaralanmaydi. Bu bir qancha uni kompleks tizimlari, kompleks yechimlari bor. Ya'ni mana qarang, bugungi kunda nimaga 15 minutli shahar degan yoki nima piyodalar shaharchasi qilinglar deb hurmatli prezidentimiz yo'llatdi.
Ya'ni aholi bugun piyoda yurib hamma bugungi kundagi ehtiyojini qondira olishi kerak degan. Ya'ni ahamiyat bering. Piyoda yurgandan keyin mashinada o'tirmaydi, mashinaga o'tirmagandan keyin tirbandlik kamayadi. Uni demak nima qilishimiz kerak? Bu har bir aholi vakilini biza 15 minutlik atrofida o'sha ehtiyojlarini qondira olishimiz kerak. Bu muayyan vaqtni talab etadi. Bu urbanistika bilan bugun ishlayapmiz. Biza hozir mana bu renovatsiya bo'ladigan hududlarimizni hammasi shu qonun qoidalarga rioya qilgan holda joriy qilinadi. Endi master plan bilan mana obod mahalla qilayotganimizda ham shu hududlar shunaqa qilib ketyapmiz. Ya'ni shu joyda maksimal darajada shu sharoitni yaratib ketishga harakat qilyapmiz. Mana bu maktablarni quvvatini ko'tarish, o'sha joydagi joylashgan maktablarni hududidan foydalanib yoki bog'chalarni shunaqa qilish ham mana shu elementni bittasi. Buni qilmasak, bu yerda bog'chada yo maktabda joy bo'lmagandan keyin uni mashinaga o'tkazib boshqa hududga olib borish kerak. Bu demak urbanistika qonunchiligi. Endi bu yerda keyingi masalani o'ylashimiz kerak. Demak, yo'l harakati xavfsizlik qoidalari deganda faqat biza o'sha aytganimda svetofor yoki znaklarni to'g'rilasa yaxshi bo'lib qoladi deb emas, balki bu umuman yo'l infrastrukturalari bugun ahamiyat bersangiz mikromobilnostga umuman mikromobillikka mo'ljallanmagan. Ya'ni bugungi kunda velodoroshka deymizmi yoki o'sha elektroskuterlar deymizmi, boshqalarga biza yo'laklar yaratmaganmiz. Hozir bu yo'laklarni yaratish ishlayapmizki, odamlarga bugungi kunda mana shu elektroskuterdan va boshqadan foydalanishga va unga infrastruktura paydo bo'lish yaratish. Shu bilan birga odamlarga bugungi kunda mana ostanovkalardan ish boshlashimizning asosiy sababi ostanovkada avtobuslarni qatnash intervalini qisqartirish va aytgan manziliga o'zi xohlagan vaqtda yetib borishga imkoniyat yaratishdan iborat. Ya'ni bu yerda mana ahamiyat bering, mikromobillik haqida gapiryapmiz. Alohida yuk tashuvchi karkas degan narsa bor. Yuk mashinalarni muayyan ko'chada muayyan vaqtda yurish mumkinligi. Bu yerda jamoat transportini gapirdik. Hozir bu yerda shaharsozlik normalarini aytdik. Yonida ijtimoiy soha masalalarini qo'ydik. Hozir bu yerda retail nima deydi madaniy xorida chiqarish parklari haqida o'ta ish olib borishimiz kerak. Turizm ko'chalari bor buning ichida. Turizm ko'chalari bor. Albatta o'sha har bir insonni shu yon atrofida shu o'zi xohlayotgan hudud yoki o'sha ehtiyojini qondira oladigan obyekt bo'lsa, tashqariga kamroq harakat qiladi. Shu joyga o'zini vaqtini o'tkazadi. Endi men aytmoqchi emasman, biz odamlarimiz shu hududini o'zidan tashqariga chiqmaydigan qilib qo'yamiz. Yo'q, unaqa emas, aksincha ular baribir chiqadi, baribir harakatlanadi, lekin muayyan miqdorda qisqaradi. Shu bilan tirbandlikni salgina jilovlashimiz mumkin. Mana hozir jamoat transportida ham biza o'sha BRT yo'llari bilan bir qatorda bu avtobuslarni yo'llarini alohida ajratish ustida ishlayapmiz. Kraska ko'rinishda emas, umuman nimadir to'siqlar bilan ajratish. Mana hozir rezinovoy pokritiyalik qildik. Testovoy bizning testimizdan o'tmadi. Ya'ni qanchalik qattiq nima deydi rezinovoy pokritiyadan yaratilgan shu bordyor bo'lmasinki, baribir shaxsiy mashinalarning ustidan o'tib ketishni boshladi, u sinishni boshladi va hokazo va hokazo. Shu tufayli bu yerda hozir oldin biza nima material ishlatishni tanlaymiz. Keyin albatta bu avtobuslarga prioritet beradigan yo'laklarni biz ham uzaytiramiz, ham uni ajratamiz. Shu bilan birga BRT yo'llar. Albatta mana biz bundan tashqari Toshkent shahriga bir kunda 500 ming mashina kirib keladi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, kamida yarmi kirib bozor qilib chiqib ketadi. Vaholanki biza ularni shu hududda o'ziga bozorlarni olib chiqib shu yerdagi narsalarga joylashtirsak, o'tdan sotib olib qaytib ketish ehtimoli yuqori. Shaharga kirmaydi. Bir shaharga kiradiganlarga biza hozir rejamizda o'sha avtovokzalga o'xshagan sharoit yaratib, mashinasini qo'yib,
majburiy emas, xohlasa kirib chiqaveradi mashinasida. Lekin biz shunaqa qulay sharoit yaratmoqchimizki, unga avtobusda o'tirib, shu shaharni har o'sha eng asosiy boradigan nuqtasini biz aniqlaganmiz. Shu nuqtalarga marshrut qo'yamiz. Toshkent shahariga kiradigan bu vodiydan yo'nalish bo'ladi, bu Qo'ylu yo'nalish bo'ladimi, bu Ohangaron yo'nalish bo'ladimi, bu yoqdan Samarqanddan Sobir Rahimov, bu yoqdan Nazarbek, bu yoqdan Uchqahramon tarafida shunaqa nuqtalarni barpo qilmoqchimiz. Ya'ni ahamiyat bering, nafaqat yo'llarda tirbandlikni olish uchun biz shahar ichida ishlashimiz, tashqarida ham ishlashimiz kerakki, u yerda kirib kelayotgan mashinalarni kirib kelishini shu kirib kelayotgan odamga mashinani qo'yib kirib kelish qiziqroq bo'lishi kerakki, o'sha joyi o'zida sotib olib qaytib ketish kerak bo'ladi. Bu yechim albatta kelgusida agar amalga oshsa yaqin kelajakda poytaxtdagi probkalarda avtomobillar bilan bog'liq bo'lgan turli ko'ngilsiz holatlarni anchagina oldini olishga yordam beradi. Bu aniq 50% ga yaxshilik deb o'ylayman. Va yana bir shu mavzuga doir savol, agar ertaga Toshkentdagi faqat bitta yirik infratuzilmaviy muammoni hal qilish kerak bo'lsa, siz elektr, suv, kanalizatsiya yoki yo'llardagi probka muammolaridan qay birini tanlab ertaga hal qilgan bo'lardingiz? Bizada hali ishlash yetarli darajada emas deganim bu suv kanalizatsiya muammosi. Elektr energiyada ish ketyapti, yo'l probkalarda ish ketyapti, muammo ko'rmayapman. Gaz bo'yicha ham ish ketyapti. Bizada suvni boshqarish tizimini yaratishimiz kerak. Yo'nalishda ish boshlaganmiz, lekin hali aniq Urbanistik yechimlar urbanistika emas. Bu yerda mana qarangda, Toshkent shahar suvni boshqarish deganda bu yog'ingarchilik suvlari, drenaj suvlari, kollektor suvlari, siz bugun ishlatib turib kanalizatsiya ketayotgan suv, bularni keyin ekin maydoniga palif bo'layotgan suv, ishlab chiqarishda ishlatilayotgan suv bor, odamlarning baseynidagi suv bor, palif bor va hokazo. Shu suvni kim ishlatyapti, qancha ishlatish kerak deydigan bizada vodniy balansni chiqarib turib, uni biza tizimlashtirishimiz shart. Bizada suv ko'p bemalol deyish bu xato. Bizani kelajakdagi mana hurmatli prezidentimiz ham ko'p ta'kidlab aytadilar, eng katta muammomiz bizada suv bo'ladi. Biza hozir shu suv muammosi bilan bog'liq bo'lgan yechimlarni tegishli mutaxassislar jalb qilgan holda ishlashni boshladik. Men hozir aytsangiz, suvni yechib olishimiz kerak deyman. bu masala ham har doim aktual bo'lib kelgan va ko'proq yomg'irli mavsumlarda yoki yomg'ir juda ham ko'p yoqqan kunlarda poytaxtdagi vaziyatga ham yo'l muammosiga ham elektr muammosiga aynan suv ta'sir qiladi va ertaga yechilishi kerak bo'lgan masalani suv deb belgilaymiz. Shahar hokimini kun davomida qancha vaqti bo'ladi telefonini qo'liga olib yoki planshetini qo'liga olib ommaviy axborot vositalarida chiqayotgan aynan shaharga bog'liq materiallar bilan tanishishga? Men xohish olmay qo'limda sizlarham hamma saytlar bor. Uni mana shu yo'lda yurganimda ham boshqada ham albatta qarab yuraman, chunki men uni bitta vaqt bo'ldi kechqurun bitta qarayman desam, u ertalab chiqqan narsa, u butun odamni, xalqqa, aholini kayfiyatini buzarga bo'ladi tez harakat qilmasak. Shuning uchun nafaqat SMI yoki blogerlarga, balki masalan o'sha tumandagi Telegram gruppalarga ham men yozilganman. Mana yaqinda oxirgi chiqqanlari ana peshxodlar, yo'lovchilar Peshxodi Toshkentda. Peshxodi Toshkentda degan chiqadi. Nima deydi haligi avtomobilistlarniki bor edi. Mana men xursand bo'ldim to'g'risi. Kim qilgan bo'lsa ham juda ham молодец dedim. Men o'zim shu peshxodi Toshkentda degan shu Telegram botga yozilib oldim. Sababi mayda juda ko'p muammolarni tashlashyapti, lekin haqiqatan biz qilib qo'yishimiz kerak. Mumkin oddiy bundoq qilib qo'yadigan narsalarimiz, lekin osilyapti, kayfiyatni buzyapti. Masalan, o'sha joyda ko'p shu muammolarni mana mas'ullarga tashlayman. Birpasda bir kun, ikki kunda yechiladi. Yana odam xursand bo'ladigani, ular ham молодец. Mana bartaraf qilinsa esdan chiqarib yubormaydi. O mana bartaraf qilishdi deb yoritib qo'yishadi. Endi qolgan anaqalarda ham shunaqa. Mana oxirgilardan aytganim, peshxodga men yozildim. Chunki men uchun og'riqli masala.
ijtimoiy tarmoqlardan tashqari aynan ommaviy axborot vositalari tomonidan qaysidir bir hududda sizni ko'zingiz yoki nazaringiz hali yetib bormagan joydagi og'riqli nuqtani, og'riqli vaziyatni tanqid qilib olib chiqib, uni jamoatchilikka taqdim qilishsa, bu materialni o'qiganingizdan keyin ha bu yerdagi tanqid o'rinli degan bir xulosaga kelgan paytlaringiz ham bo'ladimi va mana shu tanqidlarga qanchalik chuqur kirib borasiz? Ko'p bo'ladi unaqa. Elektr tarmoq tizimida uzilishlar bo'yicha ko'p ommaviy axborotlar chiqadi. Men o'zim boraman, mutaxassislarni yuborib, men birinchi qiladigan narsam sababini o'rganaman. Mana hozir transformatorlarni ham inventarizatsiya qilishdi. Men elektrik emasman-ku. Umuman transformatorda elektr energiya uzilishi yoki tarmoqlardagi o'sha yo'qotishlar nimani hisobidan transformatorda bo'lishi mumkin bo'lgan narsani asosiy 4 ta faktorni bildim. Hozir 4 ta faktorni to'g'irlash bo'yicha ishlam. Bu albatta ommaviy axborot vositalaridan kelgan murojaatdan keyin bu narsa bilan majbur shug'ullanasiz. Ko'plab masalan aytaylik, men ostanovkalarga ostanovkani qaysidir fikriga qo'shilaman, qaysi bir fikri to'liq qo'shilmayman. Masalan, konditsioner qo'yish degan narsaga men mutlaqo qarshiman. Avtobuslar tezroq kelishi kerak. U yerda salqinlikni berish, qanaqadir yo'l bilan yoki o'sha tom qismini kengroq qilish nuqtai nazari ostanovkani jihozida to'g'irlash degan vaziyatlar bo'lsa, men hozir u bo'yicha alohida bolalar ishlayapti hozir. Hozirgi ostanovkalar men ham talabga javob bermayman, chunki standartlarga mos keladi. Lekin mana aholimizni yoki shu e'tirozlardan keyin ijtimoiy o'sha axborot vositalarida chiqqanda, ommaviy axborot vositalarida chiqqanda albatta unga reaksiya qilaman. Ko'p bunaqa holatlar maktab bo'yicha bo'ladi. Lekin men harakat qilaman albatta sababiga tushib borishga. Xodimlarim ham biladi. Menga bu bo'ldi bartaraf qildik deb menga hech qachon javob bera olmaydi. Sabab bilan aytadi. Qaytarilmasligi uchun. Sababni o'rganish bu juda ham yaxshi va aynan qo'l ostingizdagi xodimlar tomonidan qandaydir bir ishlar, sizga olib kiriladigan poytaxtdagi muammolar va shu qatorda yutuqlar ham bo'ladi. Tizimni ichkaridan o'zgartirish siz uchun qanchalik qiyin? Aynan qaysi bir murakkabroq shahar loyihalari uchun mablag' topishmi yoki amaldorlarning odatiy ish uslubini o'zgartirish? Bugun shaharda sizdan tashqari tuzilmalar bor. Sizni qo'l ostingizga va qator vazirliklarga bo'ysunadigan. Endi to'g'risini aytaman, ikkalasi ham oson emas. Amaldorlarni ishlash uslubi aytganingizdek rahbar xodimlarmi yoki uni qo'l ostidagi xodimlarni o'zgarishi oxiri sizga aytgandek effektivnostni oshirishga olib keladi, effektiv ishlashga olib keladi. Bu natijadorlikni keltirib chiqadi va o'z o'rnida haligi aytgandek monetizatsiya, pul topish ham shundan keyin bo'ladi. Uni fikrlashini, boshqaruv tizimini o'zgartirmasdan turib daromad topib bo'lmaydi. Oson emas, lekin bizlarni kollektiv shunaqa shaklda ishlashga ancha o'rgandi. O'zgartirishga deyarli o'zgartirishga men erisha oldim deb ayta olaman. Bu yog'iga qisqa savollar va sizni ham kun davomida o'zi boshingizni qotirdim qator savollar bilan. Hokim sifatida ishlagan davringizda qabul qilgan eng qiyin qaroringiz qaysi? Qiynalgansiz mana shu qarorni qabul qilgandan keyin bu aholi uchun yaxshimi, Toshkent uchun nima foyda beradi yoki qayerda men xato qildim deb o'ylantirib qo'ygan qaror, balki qarorlar bu. Keling, men bitta narsa aytaman. Ostanovkani aholi bilan qabul qiladi deb o'ylamadim, to'g'risini aytaman. Men o'yladimki, bu bekatlar aholi tomonidan yaxshi qabul qilinadi, shu bekatda turadi. Rasman o'ylaganimdek chiqmas ekan. Vaholanki bu yerda davlat pul ishlatmayapti. Aksincha, yo'q, bekatlar ta'mirlanib to'g'ri bo'lyapti, lekin aholi tomonidan bu juda tanqidiy qabul qilindi. Bu ham menga bitta maktab bo'ldi. To'g'risi. Bu mana bitta og'irligi qarorlarning bittasi shu jamoat transporti bo'ladi. Siz shunday qaror qabul qilgansizki, mana shu qaror bugun amaliyotga tatbiq etib bo'lingan va ishlab kelmoqda. Sizda qachondir bir o'ylash, fikrlash bo'lganmi? Mana shu qarorni mana bunaqa qilib qabul qilsam bo'lardi, buni boshqa tomondan o'zgartirsam bo'lardi degan yana qanaqa bir qaror bo'lgan sizda?
Hop, mana eng murakkablari va sizni hozirgacha o'ylantirayotgani bu avtobekatlar bo'lib turibdi. Balki u shaxsiy hayotingizdadir, balki shahar muhitiga ta'sir qilmagan o'zingizni shaxsiyatingizdagi qaror bo'lishi mumkin. Ish tanlashda yoki boshqa bir jarayonda bo'lishi mumkin. Keling, hamma narsani bugun ishga taqamaymiz. Yo'q, mayli, agar ish nuqtai nazaridan agar oladigan bo'lsa, mahallani boshqaruv tizimini shu obodonlashtirishdan boshlab umuman o'sha 7 yillik boshqaruv tizimini man xohlardim. O'sha 24-yil, misol uchun sal 23-yil adaptatsiya bo'lib tushuncha hosil qilgan bo'lsam, 24-yil hozir ham joriy qilmaganmiz. Vaholanki 24-yil shu boshqaruv tizimini umuman hisob kitobli boshqaruv tizimiga, shu 7 yillik boshqaruv tizimiga o'tkazishni xohlardim, lekin hali qila olganim yo'q. Sababi mana bugungi kunda aholi murojaat qilayotgan 50% dan yuqori bo'lgan muammolar agar o'sha yerda 7 yillik boshqaruvni biz to'g'ri tizimlashtirganimizda bo'lmasdi, murojaat bo'lmasdi. Bu bitta og'riqli nuqta. Shuni qila olmaganimdan afsuslanaman. Endi qaysi qarorni qabul qilib, u qaror hozir mana hozirgi tajribamdan kelib chiqib turib o'zgartirardik deydigan masalangizni aytadigan bo'ladigan bo'lsangiz, mana renovatsiya oldin shaharni o'zi bir mexanizm bilan qilgan edi. Xatoyimni ko'rib, men buni o'zgartirdim. Ya'ni oldin renovatsiyani xususiy sektorga berish mexanizmi bilan yurgan edik. Sababi Toshkent shahar hokimligining bunaqa qilish imkoniyati yo'q edi. Shundan keyin bu xato qaror deb bilaman. Hozir shuni davlat qilishi renovatsiya hududiga tushgan aholini huquqlarini to'liq faqat davlat himoya qilib beradi. Bu yerda manfaat pul bilan o'lchanmaydigan manfaat yotadi, chunki xususiy sektorda baribir arzonroq arzonroq joyga ko'chiring deydigan manfaat baribir bo'ladi, xolisini xohlaymiz. Bizda unaqa narsa yo'q. Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi sifatida faoliyat boshlagandan buyon xodimlarni mehnatini rag'batlantirish masalasida qanaqa bir o'rnak bo'ladigan ishlarni amalga oshirgan? Men xodimlarga masalan shanba yakshanba kuni ishga chiqmalaring deyman. Kerakli mas'ul bo'lmasa chiqmalaring deyman. Bu qat'iy. Qanaqa ijtimoiy muammolaring bo'lsa, bularga misol uchun KPI tizimini ham joriy qilganmiz. Bu budjet tashkiloti bo'lgani uchun qiyinchiliklar bor rag'batlantirishda, chunki budjetdan ajratiladigan mablag'i chegaralab qo'yilgan ishlatish. Shuning uchun men pul bilan bir mukofotlashda bir qoyillatvorganman deb aytolmayman. Shuning uchun bizda bor imkoniyatdan kelib chiqib turib, ya'ni ularni ijtimoiy yo'nalishdagi muammolarni yechishda rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilganmiz. Qat'iy talabim masalan o'sha ish kuni 6da ketlaring deyman. Qanchalik bitta ish ko'p bo'lmasin, maksimal harakat qilaman ketishligiga va shu bilan birga shanba yakshanba kuni ishga chiqmalaring deyman va ijtimoiy masalalarda shu aytdimku, hali pul bilan bog'liq bo'lmagan masalalarda yordam berish mexanizmi joriy qilganman. Endi eng asosiy shu rag'batlantirish kimga yo'naltirasiz desangiz, men obodonlashtirish xodimlariga, eng ko'p obodonlashtirish xodimlariga oyligini ko'tarish va ularni rag'batlantirish, bu obodonlashtirish xodimlariga yo'naltiramiz biz. Fikrlar uchun rahmat. Bir kun kelib Toshkent shahar hokimi sifatidagi faoliyatingiz yakunlangach, toshkentliklar sizni ish davringizni shahardagi ayni qaysi o'zgarish bilan eslab qolishlarini va sizni qanday hokim sifatida eslashlarini chin qalbdan xohlaysiz? To'g'risini aytaymi? Men qilgan faoliyatimdan Alloh rozi bo'lsa bo'ldi. Menga boshqasi kerak emas. Xalqqa, aholini roziligini olish juda qiyin. Men bu qilayotgan faoliyatim, yurakdan qalban aytaman. Alloh yo'lida shu insonlarga yaxshi bo'lsin deb harakat qilaman, jonim bilan, yuragim bilan, vujudim bilan. Endi baho berish ularniki. Meni maqtasin yo boshqa qilsin demayman. Ja bo'lmasa shu yomonlamasa ham meni katta yutug'im bu va ertaga meni farzandlarim,
mana zurriyotlarim buni dadasi otasi yomon inson bo'lgan deyishidan qo'rqaman. Bu aniq. Maqtash shart emas. Shavkat Burhanovich, sizga bugungi suhbat uchun, ajratgan vaqtingiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Anhor.uz o'quvchilari albatta sizni faoliyatingizni har doim kuzatishadi va o'z navbatida yaqin kunlarda siz bilan bo'lgan eksklyuziv intervyuni tomosha qilib, aynan sizga bo'lgan qator qarashlarini balki o'zgartirishar, balki mana shu fikrlardan kelib chiqqan holda yana yangi suhbatlarni amalga oshiramiz. Bugun suhbatdan ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, biz o'zimizni maqsadimizga erishgan bo'ldik. Katta rahmat. Sizlar ham shuncha vaqt ajratdinglar, shuncha yurdinglar. Sizlarni qiynab qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Hammasi yaxshi. Kun issiq, shunga qaramasdan mana soat 10 da yurishni boshlagan bo'lsa, soat necha bo'ldi hozir? 16:10. 6 soat mana men bilan birga yuribsiz. Bizlarning bu oddiy ish faoliyatimizni agar sizni qiziqtirgan savollarga ko'ngilingizga javob bergan bo'lsam, men juda xursand bo'laman. Shunda men siz qoniqqan bo'lsangiz, men savol javoblaringizda menga bergan savolingizga men bergan javobda men shunda xursand bo'laman. Endi qayerdadir yetarli darajada yetkazib bera olmagan bo'lsam, uzr.